Do'stlar, hozirgina El Clasico Real Madrid birinchi taymda kiritilgan gollar evaziga o'zi birinchi taym shunchaki super o'tdi va o'yin taqdirini hal qilgan gollar aynan birinchi taymda kiritildi. Mbappe, Fermin Lopez va Jude Bellingham kiritgan gollar o'yin taqdirini hal qildi do'stlar va turnir jadvalida 5 ochkolik farq yuzaga keldi. Ikkinchi taymda biz ancha sokinlashgan jamoalarni ko'rdik. Albatta Telegram kanalida men bu haqida yozib o'tdim. Ayniqsa oxirida o'yin so'ngida Pedri qizil kartochka olgandan keyin yuzaga kelgan janjalni alohida video sifatida men sizlarga taqdim etaman. Sababi o'zimga ham qiziq, sizga ham qiziq va do'stlar, super klassiko ketma-ket 4 yoki 5 ta klassikodan keyin do'stlar Xabi Alonso debyuti ostida Real Madrid Barselonani mag'lub etdi. Bu o'yinda albatta qahramonlar ko'p. Ayniqsa Real Madridda birinchi taymda Jude Bellingham shunchaki ajoyib o'yin o'tkazdi. Men hozir ko'rmadim-u, katta ehtimol bilan o'yinning eng yaxshi futbolchisi ham Jude bo'lgan bo'lsa kerak. Va do'stlar, Barselona tarafdan esa albatta Chesney shunchaki fantastik o'yin ko'rsatdi. 8 ta yoki 9 ta save qayd etdi. Va do'stlar, Lamine Yamal mana shu o'yingacha atmosferani ancha yondirib kelgan futbolchi bugun unchalik o'zini ko'rsata olmadi. To'g'ri, u jarohatdan qaytgan, to'g'ri, u ideal sport formasida emas, lekin Yamaldan bugun ko'proq narsalar kutilgani aniq. O'yin so'ngidagi to'qnashuvga keladigan bo'lsak, Telegram kanalda ovozli xabar yozayotgan paytimda bu vaziyat yuzaga keldi. Adashmasam 2 marta bo'ldi. O'sha Pedri qizil kartochka olgandan keyin biz Lunin hamda Barselona futbolchilari o'rtasidagi tortishuvni ko'rdik. Undan keyin esa bu tortishuv yana davom etdi. Ayniqsa Carvajal Lamine Yamalga qarata mana bunday ko'rinishdagi jestni qildi. Albatta ko'p gapirma degani bu. Lamine esa qaysidir futbolchini, balki Carvajal, balki boshqa futbolchini tunnelga, ya'ni kiyim almashtirish yo'lakchasiga taklif qildi. Yur, gaplashib olamiz deb. Hozir mana shu videolar aylanayotgan bo'lishi aniq. Biz esa siz bilan alohida reportaj ko'ramiz.